Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Bugun 2026-yilning 28-fevral sanasida sizlar bilan Maftuna brendi kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir mana kechki paytga achitilgan o'zimiz jay darachasiga pichoq qilmoqchiman. Hozir mana bir cho'mich semchka yog'i soldim. Sut va droji, mana droji solamiz. Bor qo'y o'zing. Hurmatli kuzatuvchilar, sutni ham solamiz. Tuz ham solganman. Suv solamiz endi. Xamirimizni qoramiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Xamirga sut bilan yog' solsak, yumshoq, tishga botmaydigan xamir bo'ladi-da. Oson usulda tez tayyor bo'ladi bu ham. O'rtacha yumshoqlikda xamir qilamiz. Xamirimiz qilib bo'lib, keyin ko'rsataman sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, xamirimizni ko'rsataman dedim. Tortmadan chiqqanda. Hurmatli kuzatuvchilar, xamirni boya ko'rsataman dedim, lekin svet o'chib qolganligi uchun achitishga qo'yib qo'ydim. Hozir yana bitta mushlab yana achitishga qo'yamiz. Mana bu qorachalar nima desangiz, bu sidana soldim ichiga. Videoni o'chirgandan keyin soldim. Faqat juda ham yaxshi chiqadi, ham foydali. Shuni solgim keldi. Bugün ayamkidan borganimizda shu uyda nondan solgan ekan. İçida shunaqa sedanasi bor ekanda. Yengam qo'shgan bo'lsa kerak. Yengam men ham hozir shu xamirga qo'shay dedim. Bu silliq xamir bo'ldi. Yumshoqligi ham obida bo'ldi. Endi buni yana achitishga qo'yamiz. Yarim soatda achiydi. Endi 20 minutmi bo'ldi. Endi ismolog'imizni to'g'raymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ismaloqlarimizni yuvib tayyorlab olganman. Endi bularni to'g'raymiz. Endi xudo xohlasa bahor yaqin.
ertaga xudo xohlasa 1-mart. Lekin kun juda ham sovuq bizda. Sizlarda qanday havo bo'lyapti? Hurmatli kuzatuvchilar, ro'zalar charchatmayaptimi? Qiynalmayapsizlarmi ro'zalar bilan? Mana shunaqa qilib to'g'raymiz-da. Buni hali biroz suvini chiqaramiz. İçiga quritilgan pidina solamiz. Tog'ni pidinasi, ya'ni yalpiz. Bozorda chiqqan-chiqmaganligini bilmayman lekin. Svejisi. Biz quritilgandan foydalanamiz. Somsa bu pichagimizni hamma har xil usulda qiladi. Bu ham zo'r chiqadi xudo xohlasa. Mana shunaqa qilib to'g'rab olamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Hamirimiz rosa shishibdi. Endi dumaloq qilib chiqamiz. Buni rosa zo'r shishibdi. Yopishmagan ham taglariga. Zo'r xamir bo'ldi. Endi dumaloq qilib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zada salom berib qo'y. Assalomu alaykum. Ayamni o'qituvchilari. Hurmatli xudo bilan birgalikda Pichak qilyapmiz. Chiroyliroq-da qizim, ho? Rosa ham xamir, bunaqa ham boshqacha xamir bo'lgan. Nima narsasi bor ichida? Kam bo'lsa ham. Mana bunday ichida siydanachalari bor. aya. Qalın. Hurmatli kuzatuvchilar, xamirlarimizni mana shunaqa qilib tugib olamiz. Mana nachinkasi. Suvni chiqarib tashladim. Semchka yog'i soldim. Xohishga ko'ra charvi yog'i, dumba yog'i solishingiz mumkin, o'zingiz xohishingizga qarab. Bizga mana shunaqasi yoqadi. Buni ichiga sariyog'lar surtib, ichiga solib yesa ham zo'r chiqadi. Qolganlarni mana shunaqa qilib tugib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, somsachalarimiz pishdi, darrov sut ichib qoldi, yondi mana. Darrov pishdi hozir. Issig'ida mana qaymoq suryapman. Qaymoq bilan yana ham mazali ketadi. Dangasalarning somsasi Ramazonda bemalol tayyorlab yesalaringiz bo'ladi. Tez tayyor bo'ladigan mazali
Hadi. Hurmatli kuzatuvchilar, olchali kompot yapgan edim-ku, ayamnikidan olib kelgan, o'shandan ochdik. Mana xudo xolasa hozir dangasa somsalarimizni yumshoqqina. Mana. Hurmatli kuzatuvchilar, hammalaringizga xayrli kech. Tutgan ro'zalarimiz Alloh dargohida qabul qilsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimiz Alloh o'zi kechirsin. Hammamizni mag'firat qilsin. O'tganlarni ham oxiratini obod qilsin. Tutayotgan ro'zalarimiz qabul bo'lsin ilohim. Hamma o'z niyatiga erishsin. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni somsachalarimiz pishdi, ya'ni pichagimiz pishdi. Kelinglar mana hurmatli kuzatuvchilar, Ozoda chaqirasanmi? Kelinglar-da. Uyalyapti Ozoda. Mana somsalarimiz, pichaklarimiz tayyor. Qaymoqqa usti surtilgan.